Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Keyorkova. Taqiqlangan kasblar ro'yxati. Suriyada falastinliklar teng huquqli bo'lsa, Livanda ular davlat tomonidan ko'plab huquqlardan mahrum etilgan. Garchi u yerda ham odamlarning falastinliklarga munosabati do'stona bo'lsa-da. Livandagi eng katta Falastin lageri Burj al-Barajni Bayrutdagi shiyalarning Daxiya tumanidan o'tadigan yo'lga yaqin hududda joylashgan. Daxiya ko'p qavatli osmono'par kvartal. Burj al-Barajni esa kulbalar labirinti. Daxiyani 2006-yilgi urush paytida Isroil har kuni bombardimon qilgandi. U yerda 200 dan ortiq ko'p qavatli uylar vayron bo'lgan o'sha paytda. Bomba zarbalari Daxiyani Burj al-Barajnadan ajrab turgan ko'priklar va eskadalarni vayron qildi. O'sha urushning dastlabki kunlarida Jahon axborot agentliklari Isroilning Burj al-Barajnani bombardimon qilayotgani haqida xabar berishdi. Chunki u yerda Hizbulloh yetakchisining bunkeri bor emish. O'sha kunlarda Daxiya ko'chalarida yurganimda dunyo agentliklari Bayrut kimsasiz bo'lib qolganini, uning sahro ko'chalaridan hatto Livan armiyasi ham yurishga jur'at eta olmayotganini xabar qilishgandi. Aslida Daxiya ko'chalari odamga to'la bo'lib, jumladan bolali oilalar ham bor edi. Falastinliklar lagerida ham jonlanish hukm surardi. Bu yerda bunkerlar yo'q. 2006-yilgi urush paytida Falastin lagerlarida mo'jiza bo'lib birorta ham bomba tushmagan. Ammo uning hamma devorlari oldingi urush o'qlari bilan ilma-teshik qilib tashlangan. O'shanda Isroil xijolat bo'lmasdan shaharni bombardimon qilgandi. Livan ma'lumotlariga ko'ra 50 mingga yaqin odam halok bo'lgan. 1982-yilda 2 oy davomida Burj al-Barajna qattiq blokada ostida qolgan. Ko'plab bolalar va ayollar halok bo'lgan. Odamlar o't-o'lan va tuproq yeyishgan, ammo taslim bo'lishmadi. Ushbu qamal oqibatlari xotirasiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti 4-iyun urushda halok bo'layotgan begunoh bolalar xalqaro kunini ta'sis etgan edi. Devordagi yoriqlarni ta'minlashga odamlarda pul yo'q. 1982-yil avgust oyida Isroil qamalni to'xtatdi. Sentyabrda esa Isroil va livanlik maronit falangistlar Sabra va Shatil Falastin lagerlarida tinch aholini, jumladan ayollar va bolalarni qirg'in qildi. Fikrimni tugatib qo'yish uchun hali Burj al-Barajnaga qaytaman. 1952-yilda bu yerga Isroil bilan chegaradagi qishloqlardan quvib chiqarilgan 6000 falastinlikni to'plashdi. Bayrutning o'sha paytdagi eng qashshoq chekkasida joylashishga ruxsat berilmaganicha odamlar 4 yil davomida Livanda hech qayerdan boshqani topa olmadilar. Hozir bu yerda 20 ming aholi kun kechiradi. Umuman olganda Livanda mamlakat bo'ylab sochib tashlangan 16 ta lagerda 450 mingga yaqin qochqin bor. Burj al-Barajna lageriga kiraverishda Yosir Arofat, Shayx Ahmad Yosin va nasroniy Jorj Habashning portretlari osilgan. Lager oliy organi xalq komiteti bo'lib, bu komitetda barcha harakatlarning vakillari bor. Abu Voil bu qo'mitaning boshlig'i. U 1950-yilda quvg'indan keyin tug'ilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 194-rezolyutsiyasiga ko'ra hokimiyat ko'chib o'tganlarga yer ajratish kerak. 4 yil cho'zildi. Keyin 1 kvadrat kilometr elektrsiz, suvsiz, kanalizatsiyasiz yer berishdi deydi Abu Voil. Livanda falastinliklar uchun takrorlanadigan 74 ta kasbdan iborat ro'yxat mavjud. Agar
Lagerdan tashqarida vrach yoki injener bo'lib ishlayotgan bo'lsang, seni sudga berishadi. Lager ichida falastinliklar xohlagan kasbda ishlashi mumkin. Aslida bu lager ichida deyarli tekinga ishlash degani. Chunki odamlarning moliyaviy imkoniyatlari juda cheklangan. Binolar stixiyali, texnik hisob-kitoblarsiz qurilgan. Bu yerda uzoq qolib ketamiz deb kim o'ynabdi deysiz. Oilalar esa kengayib, 2-3 qavatni qurmoqda. Divan davlati haligacha qochqinlarga, qochqinning o'g'liga, qochqinning nabirasiga faqat tug'ilganlik va vafot etganlik to'g'risida guvohnoma beradi. Divan bundan boshqa majburiyatni zimmasiga olmagan. Falastinlik hatto vasiyatnoma ham qoldira olmaydi. O'z uyini meros qilib ola olmaydi. Odamlarning 60% qashshoqlikda yashaydi. Bir oilaga oyiga $150 to'g'ri keladi. Burj al-Barajna aholisining ko'pchiligi Falastinning Jaliliyasidan. Biz Xalq komiteti joylashgan 2-qavatda o'tiribmiz. Keksa yosh odamlar to'planib, davra qurib o'tirishadi. Stakanlarda yalpizli xushbo'y choy keltiriladi. Bir nuroniy otaxonning 13 nafar farzandi bor. Uning bolalari o'z vatanlariga qaytib borgach, tinchlik uchun yahudiylar bilan yaqin aloqalarni o'rnatishga hech qanday qarshiligi yo'q. Islomni qabul qilgan har bir kishi qizimga uylanishi mumkin. Mayli, yahudiy qiz mening o'g'limga turmushga chiqsin. Biz uni soliha musulmon qilamiz. Biz yahudiylarga qarshi emasmiz. Falastinga ko'chib kelgan millionlab sovet yahudiylari bizning muammolarimizning bir qismidir. Nega ularga qaytish mumkin-u, bizga mumkin emas? Siz Rossiyadansiz. Mamlakatingizni tortib olsa bo'ladimi? Nega bizdan tortib olish mumkin? Biz o'tmishga chuqur kirib borishni istamaymiz. U o'tib ketadi. Biz hozirgi zamonda oqilona yechim topishni istaymiz. Birlashgan Millatlar tomonidan qabul qilingan qochqinlarning o'z yerlariga qaytishini kafolatlaydigan rezolyutsiyasi bor. Lekin bizni o'z vatanimizga qaytarishmayapti. Agar falastinlik erkak livanlik ayolga uylansa, 1 yildan so'ng Livan fuqaroligini oladi. Lekin bunday nikoh kamdan kam uchraydi. Assimilyatsiya muammosi bizni bezovta qilmaydi. Barcha falastinliklar o'zlarini Falastinning bir qismi deb his qilishadi. Biz uylanishning ham foydali tomonlarini olamiz. Biz boshqa xalqlarga falastinliklarning boshiga tushgan kulfat haqida gapiramiz. Falastin va livanliklar yaqinlashuvi muammolarni yarmiga osonlashtiradi. Livanliklar bizga Abbosdan ko'ra ko'proq yordam bermoqda. Garchi u kelishuv imzolanishi bilanoq Livandagi barcha qochqinlar Falastinga birinchi bo'lib qaytishini e'lon qilgan bo'lsa ham, deydi ko'zoynak taqqan keksa falastinlik. Bu yerda barcha muzokaralarning ikir-chikirlari 2 hissa e'tibor bilan kuzatib boriladi va ular haqida televideniye xabar qilganidan ko'ra ko'proq ma'lumotga ega. Livanda falastinliklarga oson emas. 200 ming nafari ko'rfaz mamlakatlarda yashaydi. Oila a'zolari uyda qoladi. Ko'chalar o'rta asr shaharlaridagi kabi bu devorlarga atigi 60 yil bo'lsa-da, 2 kishi bir-biriga xalaqit bermasdan o'tolmaydi. Hamma yoqda sim to'plari va rezina quvurlar osilib yotibdi. Bu yerda suv va elektr shunday o'tkazilgan. Boshqachasiga iloji yo'q. Qazishni boshlading, uy qulaydi. Agar qayerdadir uylar qulatilsa va joy ochilsa, u yerda darhol bolalar guruhlarini uchratasiz. Chegara ko'chasidagi tosh yo'lning o'rtasida bolalar futbol o'ynashadi. Onda-sonda o'tadigan mashinalarga epchillik bilan chap berishadi. Harakat tig'iz bo'lgan oddiy kunlarda bu yerda o'ynab bo'lmaydi. Yigitcha ko'pdak o'ynamoqda. Bolalar bekinmachoq o'ynayapti. Falastinlik Visam ularga konfet uchun ozgina pul beradi. Zumlachalar guruhini shamol uchirganday bo'ladi. 1 daqiqadan keyin qaytib kelishadi. Hammasining qo'lida muzqaymoq bor. Do'konlar kelishyapti.
Biri ro'mol o'ragan, ikkinchisi sochlarini yoyib olgan. Falastinliklar orasida kiyinishga nisbatan xotirjam munosabatda bo'lishar. Maktabning ochiq eshigidan sinf xonalari ko'rinib turibdi. U yerda qizg'in muhokama bo'lmoqda. Bolalar kompyuter atrofida to'planishgan, kichkintoylar nimadir yasashmoqda. Lagerga kiraverishda Falastin harakatlarining bayroqlari va tug'lari o'rnatilgan. Devorlarning yuza qismiga qahramonlarning fotosuratlari va Al-Aqso Quddusdagi masjidning rasmlari osilgan bo'lib, Quddusga hozirgi lager aholisidan hech kim hech qachon qadam bosmagan.